Jazoni tijorat qilib topgan pul tavba qilish bilan poklanamdi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Burun jazoni tijorat qilib pul tepib, keyin tavba qilgan bo'lsa, topgan puli tavba qilish bilan tang poklanamdi. Agar poklanmasa, ashu odamning puliga pul qo'shib birga tijorat qilish durust bo'lamdi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Kunimizdagi banka yoki shaxslardan o'simlik qarz olish, banka yoki shaxslarga o'simlik qarz berish, pul va oltin kumush savdosini nisiy qilish, sug'urta, qarorlik savdoning kechikish jarimonasi qatorliqlar jazoni doirasiga kiradigan muomalalardir. Shariatimizda jazoni halok qilguvchi cho'ng gunohlar qatoridan sanalgan. Alloh taolo Qur'onda jazoni yeguchiga jang e'lon qilgan va bilib turib jazoni muomalasi qilganlarni do'zaxda mangu qaradiganlar qatoridan sanab, jazonidan kelgan kirimdan barakatni ko'tarib yetadiganligini bayon qilgan. Payg'ambarimizmi jazoni yeguchiga, yegizguchiga, yozg'uvchiga va uning ikki guvohchisiga la'nat qilib, ularning hammasi barobar degan. Bu gunohdan tavba qilishning yo'li qilganligiga pushaymon qilish, qayta qilmaslikka bel bog'lash, Allohdan mag'firat tilash va yaxshi amallarni ko'p qilish orqali Alloh taologa yo'zlanish, harom kirimni ma'lum o'rinlarga sarf qilib o'tish orqali uningdan qutulishdir. Shundala mag'firat qilguvchi Alloh ularning gunohlarini yaxshilikqa almashtiradi. Bu ahvolda jazoni qilishdan burunqi halol sarmoyani saqlab qoladi. Janobi Alloh mundaq deydi: Ey iymon etganlar, Allohdan qo'rqinglar. Agar mu'min bo'lsanglar, qilib qolgan o'simni olmanglar. Agar unda qilmasanglar, Alloh va uning rasuli tarafidan e'lon qilingan bir jangga duchor bo'lganliklaringizni bilinglar. Agar tavba qilsanglar, sarmoyanglar sizlarningdir. Zulmni qilmaysizlar, zulmga uchirmaysizlar. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilanguncha kutinglar. Agar haqiqatni yaxshi biladigan bo'lsanglar, sadiqa qilib berayotganinglar sizlar uchun texmi yaxshidir. Shundoq bir kundan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilsizlar. Andan har kishi zulmga uchirmasdan qilgan amallarining natijasiga to'liq erishadi. Bu oyatdagi sarmoyanglar sizlarningdir degan buyruqdan tavba qilgandan keyin jazoni qilishdan burunqi halol sarmoyani saqlab qolib, harom kirimdan qutulishning vojibligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Shundaqla bu ishqa aldirashning zarurligi ma'lum bo'ladi. Harom kirimning qanchalikligini bilolmagan kishi bo'lsa, ko'ngli xotirjam bo'lgandek miqdorda mo'ljarlab ayiradi. Imom Ibnul Qayyim halol mulki harom bilan aralashib ketib, haromning qanchalikligini ayira olmagan kishining tavbasi uchun harom molning miqdorini mo'ljarlab sadiqa qilib etsa, qolgani uningga halol bo'ladi deydi. Harom kirimdan qutulish uni o'zi ishlatmay, o'zining foydasiga yetadigan ishlarga ishlatmay, tuvandagidek o'rinlarga sarf qilib o'tish orqali bo'ladi. Musulmonlarning ofat rayonlariga, ma'arif va o'qitish ishlariga va sarsam bo'lib qolgan musulmonlar, fiqir miskinlarga yordam qilish, turmadagi musulmonlarni qutqizish va ularni ozod qilish, yetim yesirlarning holidan xabar olish, musulmon fiqir fuqarolar foydalanadigan ijtimoiy, tibbiy va ilmiy o'rinlarni bino qilish, musulmonlarga foydali maktab, tadqiqot markazlari va shunga o'xshagan o'rinlarga yordam berish. Albatta, bu yordam u kishiga sadiq hisoblanmaydi. Harom pulni masjid silish, Qur'on sotib olish, qurbonlik qilish va shunga o'xshagan sap ibodatga aloqador o'rinlarga berishga, sadiq qilib o'tishga bo'lmaydi. Chunki Alloh pokdir, pokdan boshqani qabul qilmaydi. Agar harom kirimdan qutulmagan taqdirda uning bilan savdo muomala qilish cheklanmaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va sahoba kiramlarmo Yahudi va mushriklar bilan turli savdo muomalalarni qiladi. Halbuki Yahudiylar bilan mushriklarning kirimi aroq va jazona qatorliq harom savdolardan kirgan harom mol-mulkdan xoli bo'lmaydi. Shundoq turuqliq ular bilan muomala qilish haromga aralashib ketgan halol molni inoq belgi bilan ayirishning qiyinligi sababidan joiz bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va sahoba kiramlar undaq kishilar bilan muomala qilganda ularning mol-mulkining qaysi yo'l bilan topilganligini so'rab yurmagan va so'rashqimi buyurmagan. A'mash so'zlab berib dediki, biz Ibrohimning qashida qarz olganda bir narsani raniga qo'yishning hukmini muzokara qilishgan edik. U Asvad menga Aisha radhiyallohu anhadan so'zlab berdiki,
payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir yahudiydan ma'lum muddat belgilab nisi ashliq setib olib, uningga to'mir sautini raniga qo'ygan dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yahudiylarning mol mulkining ko'p qismining aroq, jazona va cheklangan savdolardan keldiganligini, ularning to'xtamay harom yeb turdiganligini bilib turib, yahudi bilan muomala qilganligi va ulardan jizya olganligi mol mulkining ko'p qismi haromdan kelgan kishi bilan muomala qilsa joizligini ko'rsatadi. Yig'ib aytsaq, jazoni tijorat qilib pul topadigan kishining mol mulki halol bilan harom aralashib ketgan mol mulk bo'lg'achqa, imkon bor jazonidan yiroq turadigan, halol kirim qildiganlar bilan muomala qilish afzal. Mol mulki halol bilan harom aralashib ketgan kishilar bilan muomala qilish joiz. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.